Endiki mavzu leksiyamizin devamı hürmetli vatandaş. Uygurlarni nazarband qilgan Beijing hukumati qonunning sirtida yaşamakta. Mavzuda xabar 12-28 günü Fransiya'nın Dünya Gazetesi e'lon qilindi. Xabar bundan başlar. Fransiya Dünya Gazetesi 28 günü Şinjan meselesi doğrusida bir neçe xabar, bir neçe parça xabar e'lon qildi. Jungo'nun qulog'larida yashayotgan qozoqlar va Uyg'urlar. Mavzuliq bir parcha xabar. Yana bir parcha yig'ib olish lageri. Jungo'ga bek tayinib olgan qozoqlar Beijingni ranjitib qo'yishni xohlamaydi. Bu ikkinchi parcha xabar. Mavzuliq xabar e'lon qildi. Bundan boshqa Fransiya Dünya Gazetesi haftanın 5. günü Şinjan'da zor ko'lamda musulmonlarning nazarband qilinganligi to'g'risidagi temini mavzu qilgan Uyg'urlarni nazarband qilish Beijing qonunining sirtida yashamoqda. Mavzuliq obzorda diniy radikallikdan mudofaa ko'rish va zo'ravonlarga qarshi turish nomida kam bo'lganda Şinjan'da 1 milyon nafar Uyg'ur nazarband qilindi deb ko'rsatdi. Dünya Gazetesi obzorda bunday ko'rsatdi. Nazarband qilingan Uyg'urlarning boshdan kechirganlari, chet ellarga yetib kelgan Uyg'urlar, oila tavobatlarning bayonlari va har xil hukumatsiz tashkilotlarning doklati bizga intayin va vahimlik bir manzarni tasvirlab berdi. Çünkü hükümeti hazır del icra kılıbatkan. Şinjan'da az sonliq milletlerini zor ko'lamda nazarband qilish hareketi eng muhimi Uyg'ur musulmonlari bo'lib, Uyg'ur musulmonlari Şinjan aholi to'plamining 11 milyon nisbatini egallaydi. Undan qolsa qozoqlar 1,5 milyon nisbatini egallaydi. Dairler bu nazarband qilish tarbiyalash deb atadı. Jazo lageri merkezinde qayta tarbiyalash merkezi deb atadı. Fransiya Dünya Gazetesi obzorda yana bunday hisobladi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kamsitishga qarshi turish komiteti Şinjan'da az deganda 1 milyon musulmonning tarbiyalash markaziga yana jazolash markaziga qamalganligi to'g'risidagi parazri bak ehtiyotchanlik bilan mo'ljallangan amaliyot Şinjan'da ko'lam jihatdan o'xshash bo'lmagan 220 o'rinda yig'ib elish lageri bor. Torbetki Apillo axborot xabarlari degan torbetining xabaricha bir Urumchi shahrida 33 o'rinda yig'ib olish lageri ta'sis qilingan. Xabarni davomlashtiramiz. Fransiya Dünya Gazetesi bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining uzun muddatdan beri boshqalarni nazarband qilish tarixi bor. O'ngchilar, sinibiy dushmanlar hammasi logay qilingan. Mavzudong davrida butkul bir davr davomlashgan. Bularning ichida nurg'unlar qo'l qilingan, qaytib kelolmagan, turmalarda o'tgan. Medeniyet inqilobida ziyolilar koloqotallarga qamaldi. Jungoda har qanday bir joyni xohlaganda turmaga aylantira oladi. Olingunchilar yig'ib elish, tarbiyalash organlari qamalgan edi. Bu markazda 2012-yili bekor qilingan. Bundaq bo'lib qolmay, yana ro'yi kasallar doktorxonasi qamalganlar, qora turmalarga qamalganlar bor edi. Şinjan'da doirlar aqalli mintaqalarga pishant qilmay, vahimlik so'zlar bilan cho'chitib, asabiylikdan saqlanish, zo'ravonlarga qarshi turish nomida, kasbiy tarbiyalash nomida musulmonlarni zo'r ko'lamda lagerlarga qamadi. Doirlar bunda qamashni, qo'lga ilishni bir xil tarbiyalash shakli,
bir xil oldini elish shakli deb tushundirdi. Lekin har qanday bir qonun ramkasi yo'q edi. Faqat sapsatalashgan sebepler bilallah bularni inson qilibidan chiqqan jazolash bilan jazolaydigan lagerlarga qamab, ular bu vahimlik muhitda qancha zaman qamaladiganligini bilmaydi. Ba'zilarni bir qancha zaman qamab, keyin ularga hukm e'lon qildi. Muddatli qamoq jazolari berildi. Mecburlap jaza lagerliğe solangandan keyin Uyg'urlar, Qozoqlarga yana mecburlap lager ichida Hanzo tili, ya'ni Xitoy tilini o'rgatdi deydi Fransiya Dunyo gazeti.